Shunaqa katta diametrli tortni pishirishni o'rganamiz hozir. Videoda tortning razmeri 80 diametr, meni duxovkam esa kichkina oddiy duxovoy shkaf va men birinchi bo'lib 80 diametrli dumaloq pinoplast kesib oldim. Pinoplast sexdan zakaz qilsanglar bo'ladi va o'zimning listimga moslab santimetrni o'lchovdim, 8 ga bo'lish kerak bo'ldi. Xuddi pizzaga o'xshatib 8 ga bo'lib chiqdim. Keyin esa har pinoplastni kusogini folgaga o'rab qo'ydim. Folgani ham 3-4 qavat qilasizlar. Bunaqa usulda klassический biskvit pishirishga tavsiya qilaman. Boshqacha razrixlitelli og'ir biskvitlarda folga ko'tara olmaydi, ochilib ketib qoladi. Listimni o'lchagan taqdirda ham baribir ozgina sig'may qoldi. Shuning uchun shunaqa reshotkasida pishirdim. Albatta biskvitni sovutgani xolodilnikka bir kunga qo'yib qo'yasizlar kamida. Bu tortning o'zi fishkasi bo'yi past, eni kattaligida. Shuning uchun biskvitdan 2 qavat qildim, kremini esa 1 qavat qildim. Xo'p, endi tortning podложкасының diametri 1 metr bo'lganligi uchun xolodilnikka sig'madi. Shuning uchun tortni to'yxonani o'zida yig'dim. Marosimdan